Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. 23-moddamizga yetib keldik. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizning, ya'ni ma'muriy jazo turlari. Bu yerda ma'muriy ogohlantirish, jarima, huquqbuzarlik sodir etgan, qurol hisoblangan, bevosita uni shunday narsa o'rnini bosuvchi ashyoni haqqini to'lash yo'li bilan olib qo'yish hamda uni musodara qilish, muayyan shaxsni unga berilgan maxsus huquqdan transport vositasini boshqarish, olib qilish huquqidan mahrum etish, haq to'lanadigan jamoat ishlariga majburiy ravishda jalb etish, ma'muriy qamoqqa olish hamda chet el fuqarolari, fuqarolik bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborishdan iboratdir. 24-moddamizda asosiy hamda qo'shimcha ma'muriy jazo choralari ashyolarni ularning haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish, musodara qilish, maxsus huquqdan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish asosiy hamda qo'shimcha ma'muriy jazo tariqasida ushbu kodeksning 23-moddasida nazarda tutilgan boshqa ma'muriy jazo choralari esa faqatgina asosiy jazo tariqasida qo'llanilishi mumkin. Bitta ma'muriy huquqbuzarlik uchun asosiy yoki hamda asosiy ham qo'shimcha jazo choralari qo'llaniladi. 24-moddamizda ma'muriy ogohlantirish, ya'ni ma'muriy ogohlantirish ma'muriy jazo chorasi qo'llash vakolatli organ mansabdor shaxs tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakati yo'l qo'ymaslik uchun unga rasmiy ogohlantirish, ya'ni tanbeh berishdan iboratdir. Ma'muriy ogohlantirish yozma hamda elektron ravishda bo'ladi. 25-moddamizda jarima, ya'ni jarima ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan aybdor shaxsdan davlat hisobiga pul undirishdir. Jarima miqdori ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan vaqtdagi davom etayotgan ma'muriy huquqbuzarlik uchun, bu esa huquqbuzarlik aniqlangan vaqtdagi belgilab qo'yilgan bazaviy hisoblash miqdoridan kelib chiqqan holda belgilanadi. 26-moddamizda haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish. Bu yerda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan, qurol hisoblangan yoki bevosita shunday narsa bo'lgan ashyoni haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish, shu ashyoni ma'muriy tarzda tortib olish, u keyinchalik sotib yuborish hamda sotishdan tushgan pulni ashyoning sobiq egasiga tortib olingan ashyoni sotish xarajatini chegirib tashlagan holda topshirishdan iboratdir. 27-moddamizda musodara qilish, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etish quroli bo'lgan ashyoni yoki ma'muriy huquqbuzarlik bevosita ashyoni musodara qilish mazkur ashyoni haq to'lamasdan majburiy tarzda davlat mulkiga o'tkazishdan iboratdir. 28-moddamizda maxsus huquqdan mahrum qilish, ya'ni muayyan shaxsni unga berilgan maxsus huquq transport vositasini boshqarish, olib qilish huquqidan mahrum qilish chorasi jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sud tomonidan 3 yilgacha muddatga qo'llaniladi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati 15 kundan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni ushbu kodeksning 34-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno deb ko'rsatilgan. 29-moddamizda ma'muriy qamoqqa olish, ya'ni ma'muriy qamoqqa olish 3 sutkadan 15 sutkagacha muddatga, favqulodda holat tartibi sharoitida esa jamoat tartibi tajovuz qilganligi uchun 30 sutkagacha muddatga qo'llaniladi. Ma'muriy qamoqqa olish jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sud tomonidan, favqulodda holatlar tartibi sharoitida esa shuningdek harbiy komendant yoki ichki ishlar organi boshlig'i tomonidan belgilanadi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.